Bir paytlar ko'pchilikka maqtangan, katta trillionlar haqida hisobot bergan vazir janob oliylari bugun lavozimdan ketdi. Energetika vazirining lavozimdan ozod etilishi barchaga ma'lum, ammo uni keyingi taqdiri hamon sirli qorong'uliklarga o'rilayotgandek tuyulmoqda. Xalqning haqli savollari va muammolari haqida hech kim eshitmadi yoki eshitmaslikka olindi. Tergov jarayonlari shunchaki yuzaki emas, balki eng yaqin oila a'zolarining. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Shuhrat Isanov. Hurmatli do'stlar, energetika vazirining ketishi va ochiqlanmay turgan savollar jamoatchilikdagi jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bir paytlar ko'pchilikka maqtangan, katta trillionlar haqida hisobot bergan vazir janob oliylari bugun lavozimdan ketdi. Ammo uni taqdiri negadir qorong'ulikka yashirilgandek tuyulmoqda. Energetika vazirining lavozimdan ozod etilishi barchaga ma'lum, ammo uni keyingi taqdiri hamon sirli qorong'uliklarga o'rilayotgandek tuyulmoqda. Bir paytlar yirik loyihalar, milliardlab mablag'lar va tarmoqdagi islohotlar haqida qanchalar jar solinmadi deysiz, ammo o'shanda xalqning haqli savollari va muammolari haqida hech kim eshitmadi yoki eshitmaslikka olindi. 10 milliarddan ortiq investitsiyalar bo'lib, asosiy salmoqli hissasi to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni hisobidan amalga oshirilgan loyihalar, davlat xususiy sherikchilik asoslaridan qo'shilgan loyiha. Bugun esa vaziyat o'zgarmoqda. Jamoatchilik haqli ravishda bir savolni o'rtaga tashlamoqda. Nima uchun endi mas'ul rahbarlarni, xususan energetika sohasini boshqargan shaxslarni, ularni yaqin qarindoshlari va egalik qilgan qog'oz qalamlari ochiq-oshkora deklaratsiya qilinmaydi? Agar haqiqatdan ham ushbu lavozimdagi shaxslarga nisbatan biror bir jiddiy qonun buzilishi yoki jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, tergov jarayonlari shunchaki yuzaki emas, balki eng yaqin oila a'zolarining daromadi va mol-mulklarini tekshirishdan boshlamog'i zarur. Ochiqlik va shaffoflik faqat qog'ozda emas, balki amalda ko'rinmog'i lozim.